Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan dasturlash fanidan tayyorlangan to'g'ri plan loyihasi, ya'ni turizm rejalash sinfini ko'rib chiqamiz. Bu tizim zamonaviy turizm rejalashtirishni osonlashtirish uchun ishlab chiqilgan. Taqdimotimiz davomida loyihaning asosiy maqsadi, unda ishlatilgan ma'lumotlar tuzilmalari, xususan dinamik massivlar, qidiruv va saralash algoritmlari hamda Big Null tahlili haqida batafsil to'xtatib o'tamiz. Nega bu loyiha kerak? Hozirgi kunda ko'p sayohat rejalari tarqoq holda saqlanadi. Bizning maqsadimiz barcha ma'lumotlarni bir tizimga jamlash, qidiruvni tezlashtirish va foydalanuvchiga qulay interfeys yaratishdir. Loyihaning asosi to'g'ri plan klassi. Unda sayohat nomi, manzili, davomiyligi va narxi kabi ma'lumotlar saqlanadi. Biz bu yerda inkapsulyatsiya prinsipidan foydalanib, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minladik. Ma'lumotlarni saqlash uchun C++dagi std vektordan foydalandik. Bu bizga xotiradan unumli foydalanish va elementlarni dinamik ravishda qo'shish yoki o'chirish imkonini beradi. Tizimda manzillar bo'yicha qidiruvni amalga oshirish uchun chiziqli qidiruv algoritmi qo'llanildi. Bu algoritm sodda bo'lsa-da, kichik va o'rta hajmdagi ma'lumotlar uchun juda samarali ishlaydi. Sayohatlarning narxi yoki muddati bo'yicha saralashda biz C++ning standart std sort funksiyasidan foydalandik. Uning samaradorligi 0n ga teng bo'lib, bu oddiy double sortdan bir necha barobar tezroq demakdir. Loyiha tarkibida stack tuzilmasi ham bor. Bu foydalanuvchi adashib biror rejani o'chirib yuborsa, oxirgi amalni bekor qilish funksiyasini bajarish uchun xizmat qiladi. Navbat tuzilmasi esa mijozlarning buyurtmalarini qayta ishlashda ishlatiladi. Birinchi kelgan mijozga birinchi xizmat prinsipi asosida tizim tartibli ishlaydi. Narxlarni umumiy hisoblashda biz rekursiv yondashuvdan foydalandik. Funksiya o'z-o'zini chaqirish orqali massiv oxiriga qadar barcha qiymatlarni yig'ib chiqadi. Bu kodning qisqa va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Algoritmlarimiz samaradorligini tahlil qilsak, element qo'shish, saralash esa vaqtni egallaydi. Bu loyihaning yuqori tezlikda ishlashidan dalolat beradi. Xulosa qilib aytganda, to'g'ri plan loyihasi DSA bilimlarini real hayotiy muammoga tatbiq etishning yaqqol namunasidir. E'tiboringiz uchun rahmat.